Baliq DNKsi. Sperma emas. Bu baliq DNKsi. Ko'pchilik o'ylayotganki, baliq DNKsi deb olib chiqsak, baliq spermasi deb menga murojaat qilishyapti. Adashmanglar, baliq DNKsi yuzga qilinadi. Bu nima uchun foydali yuzga? Yuzni yaltiratib beradi, yoshartirib beradi. Xuddi yosh bolaning terisidek tiniq, yosh ter, sog'lom ter qilib beradi. Hech qanaqa bu botoks emas, filler emas, hech qanaqa mushsalarni qotirib qo'ymaydi. Shunchaki terni sog'lom qilib beradi. Chunki ayollarning terini bilasiz, juda ham nozik, nimjon bo'ladi va shuningdek baliq DNKsi ham xuddi shunaqa. Va yuzni qilganimizdan keyin bo'yinlari ham e'tiborsiz qolmasligi uchun bo'yinlarga ham chiroyli skladkalarga fertilizatsiya qilib beramiz. Hozir bularning yuzlariga o'zimning mahsulotim 24 karat sivirtkani yuzlariga surtib qo'yamiz. Har doim sivirtkaga katta ahamiyat berish kerak. Chunki bizning yuzimizda sivirtka juda katta rol o'ynaydi. Har bir kremni yaxshi singdirib berish uchun va yuzni yaxshi to'yintirib berish uchun sivirtka ishlatishimiz shart. Storiyalarimni kuzatib boringlar. Har kungi natijalarni qo'yib boraman. Bitta chestka qildiraman deb keldim. Qaranglar, qancha protseduralar oldim yuzimga, sochimga, bo'ynimga, to'g'risi yuzlarim hozir nafas olyapti. Shunaqa yaltiragani menga yoqyapti. Postisini aytdim, ko'zi zo'r bo'ladi. Men Azoda kosmetolog tanlab adashmadim va sizlarga ham tavsiya qilaman. Xudo xolisa mana shu DNK Xudo xolisa mana shu baliqli DNKni oldik. 15 kun ichida rezultati bilinadi dedilar. Sizlarga kun davomida qo'yib boramiz. Ko'rasizlar o'zinglar.